Assalomu alaykum. Do you speak English? Salbiy olib keling, orqangizga odam tushadi. Qayerdan beri o'rganyapsiz inglizni? 2 oy. 2 oy. Perfect. G'alati tushgan bo'lsam o'chirasizlar. G'alati tushasiz. 3 ta o'zbek tilida gap beraman. Hech bo'lmasa ikkitasini inglizga tarjima qilib bera olsangiz 100 ming yutasiz bo'ladi. Okay? Rostdan. Birinchisi. Choy tayyor, lekin hali issiq. Xudo, bilmayman. So'z bilmaysiz, aytaman ikkitasini. Yo, rostdan bilmayman. So'zlarni bilmaysizmi tarjimasini? Qaysi birini bilmaysiz? Men aytib beraman. Choy tayyor. Siz bilasizmi? Kelinglar birga tarjima qilib beraylik mayli. E'tibor qaytsam, e'tiborsiz bo'ladimi? Telefondan qarab bo'lsa ham. Ha, Telefondan qarab e'tibor. siz uni eplab o'qib bera olar ekanmisiz? Bu yo'qni. T is ready. Okay, ikkinchisi. Voy, shumidi? Eshikni yopib ket. Voy. Yo, hozir kelmayapti miyamga. Eshikni yopib ket. Close door. Okay. To'g'rimi? Ha, YouTube yo Instagram bormi? Ha. Ochib bering YouTube'ni. YouTube'ni ochib bering. YouTube'ga kiring. Yo Islom deb yozing. Xullas, bizning kanal chiqadi. Kanalga o'tsangiz, shu yerda 500 kishini xayoli kelgan gapni ayta oladigan darajaga olib chiqdim degan dars bor. Ko'rib chiqing. Mana shu oddiy gaplarni tarjima qilishingizga yordam beradi. Men bu joyda har kun o'tiraman. I sit every day. Men bu joyda har kun o'tiraman. Qani bu joy? I sit here every day. Ha? Gap. Videodan kelib qo'yasizlarmi? Mana. Pulni? Men. Videodan kelib qo'yasizlarmi? Nimasini? Pulni? Pulni, ha. Yo'q, yo'q. Rahmat.